xalqdan uzr so'rashga vaqt keldi. Har xil shunaqa kurslar qilgan uyalmaysizlarmi? Shunaqa narsalarni gapirgan, ha? Rostdan ham xalqdan uzr so'rashga vaqt keldi. Uyalamiz. Judayam uyalamiz. Hech kim uyda qizlariga o'rgatmaydigan, ammo turmushda judayam muhim bo'lgan nozik masalalarni qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan formatda o'rgatayotganimizdan. Bir necha mingta ayollar baxtli, qadrli va sevimli bo'lganidan uyalamiz. Ajrim yoqasidagi necha mingta oilalar chiroyli va mehrda mustahkam bo'lib ketganidan va bunga sababchi bo'lib qolganimizdan uyalamiz. Ayollar uyda shunchaki xizmatchi, erkaklar ko'chada ma'shuqalari bilan qoniqib yurganidan emas, balki o'zini ayoliga intilib, tortilib, sevib, baxtli yashashayotganidan uyalamiz. Farzandlar bizning kelajagimiz esa baxtli, ahil oilalarda sog'lom psixikali, baxtli, sevilgan va muvaffaqiyatli odamlar bo'lib yetishayotgandan judayam uyalamiz. Agar siz ham baxtli bo'lishdan uyalayotgan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Birga uyalamiz.